O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abbosbek Fayzullayev Qatardan ushalgan mag'lubiyatdan so'ng o'zining ijtimoiy sahifasida fikr bildirdi. G'alaba va mag'lubiyatda yonimizda turgan chin muxlislarga rahmat, hammasi Allohdan. G'alabali kunlarimiz hali oldinda deb yozib qoldirgan Abbosbek Fayzullayev. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanesga jurnalistlar tomonidan bir ikkita savollar berilganda shunday javob qaytardi. Jurnalist shunday savol berdi: "Uchrashuv so'ngida zaxiradan futbol tushirishga harakat qildingiz, ammo bunga vaqt yetmadi. Reja nimadan iborat edi?" deya savol berganda, "Penaltilar seriyasi uchun Iskandarovni maydonga tushirmoqchi edik, ammo ulgurmadik" deya javob qaytardi. Undan tashqari jurnalistlar tomonidan shunday savol berildi: "Janob Katanes, O'zbekiston termasi Osiyo Kubogidan chiqib ketdi. Turnirdagi ishtirokimizdan qanchalik qoniqdingiz?" Katanesning javoblarini eshiting. "Yuqorida aytib o'tdim, Osiyo Kubogida ko'rsatgan natijamizdan qoniqish hosil qildim. Biz yaxshi o'yin ko'rsatdik. Shuncha jarohat va muammolar bilan chorak final bosqichiga chiqqanimiz men uchun qoniqarli natija hisoblanadi" deya javob qaytardi. O'yin davomida pala-partish xatolari bilan ajralib turgan Qatar milliy terma jamoasi darvozaboni Jaloliddin Masharifning qayerga zarba berishni oldindan his qilganini aytib o'tdi.